Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Xabar kanalımızga hoş geldinglar. Bugün 6 ayning 30 kuni. Hong Kong to'g'risidagi eng yangi xabarlar. Bugün Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining yig'inida 162 ovoz bilan to'liq ovoz berib, Hong Kongning davlat bexatarlik qonunini ma'qulladi. Endi 7 ayning 1 kuni Hong Kong davlat bexatarlik qonuni rasmiy holda Hong Kongda ijro qilindi. Mana bunda aytganda, Hong Kong to'g'risida Xitoy hukumatining bir davlatda ikki tuzum degani o'zgarib, bir davlatda bir tuzumga aylandi. Ya'ni bunda aytganda, Hong Kongning eng oliy avtonomiyalik salohiyati oxirlashdi. 23 yilning oldida, ya'ni 97-yil 7 ayning 1 kuni Angliya boshqurishidagi bu alayda rayon o'zgarib, Xitoy davlati tavalligidagi bir davlatda ikki xil tuzum degan salohiyati bilan alayda ma'mur rayon bo'lib, o'zini o'z idora qiladigan oliy avtonomiyalik bir rayon bo'lib davom qilib kelgan. 1997-yil 7 ayning 1 kundan e'tiboran, ya'ni 23 yildan keyin Xitoy kommunist hukumati xalqaroda yuzini dabdaq qilib, xalqaroning shartnomalarini dafsanda qilib, Xitoy davlati Angliya davlati bilan birlikda qo'shma bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti oldida Hong Kongning bundan keyingi siyosiy o'rni burunqidekla davom qilib o'zgarmaydi. Bir davlatda ikki xil tuzum orqali Hong Kongning aslidagi siyosiy o'rni 50 yilgacha o'zgarmaydi deb bayonot e'lon qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida shartnomaga imzo atgan. Xitoyning shartnomaga atgan imzosi hozirmi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Angliya davlatida bor. Shundaq turug'liq 50 yil bo'lmay, ya'ni 23 yildan keyin bu shartnomalardan yuzini o'rib, xalqaro jamiyat oldida "Men mana shundaq muttaham, sen qanday qilasan?" deb maydonga chiqdi. Demak, Xitoy kommunist hokimiyati xalqaroga bergan va'dasidan yenib olib, imzo atgan xalqaroliq shartnomani yitib tashlab, 100 yil erkin hur yashab kelgan Hong Kong xalqini dafsanda qilmoqchi bo'ldi. Mana bu vaziyat bütün Hong Kong xalqining andishini jiddiyleştirib etdi. Hong Kongdagi Xitoy kommunist hokimiyatiga qarshi Hong Kong Milliy Birlik Tashkiloti, o'quvchilar harakati qatorliq tashkilotlar avtomat holatda tarqalishga boshlabdi. Agar jiddiy tarqalib o'zini mudofaaga olmasa, Xitoy kommunist diktator hokimiyati aytidan boshlab Hong Kongning erkinlik va demokratiyani yoqlaydigan tashkilot, gruppa va uning odamlarini tutishga boshlaydi ekan. Orqadan davlatni parchalashga uringan degan qalpoqni kiydirib, qirg'inchilik ilib bordi degan gap. Xitoy hokimiyatiga qarshi Shangongdagi tashkilotlar tarqalish orqali Xitoy hokimiyatiga bosh egdi emas, balki ular o'zini qo'g'dashni asos qilib turib, Angliya, Yevropa, Tayvan qatorliq joylarda harakatini yana davomlashtirib, Hong Kongning mustaqil bo'lishi uchun to'xtamay kurash qildi ekan. Hong Kong milliy harakatiningki bosh rahbari Huang Zhifengmi Hong Kongdan o'zini daldiq ilib, boshqa qarindoshlarining qirg'inchilikqa uchirmasligini muhim deb biladi ekan. Xitoy kommunist hokimiyatining bu qilmishlariga qarata Yevropa birligimi jiddiy birlikka kelib, Xitoy hokimiyati Hong Kongga o'zi tuzgan qonunni yurgizsa, Yevropa birligi darhol Xitoy kommunist hokimiyatini Danxaq jinoiy ishlar sotiga sunadi ekan. Amerika davlat hukumatimi bu vaziyatdan oldin ola xabar tepib, Amerika hukumati darhol bayonot e'lon qilib, Amerikadan Hong Kongga eksport qilayotgan davlat mudofaa ishlariga munosabatlik undan boshqa sezgur fan-texnik mahsulotlarni Hong Kongga eksport qilishni jiddiy to'xtatibdi. Amerika savdo ministrimi Hong Kongga yaratib berayotgan bütün imtiyozlarni to'xtatib, bo'libmi xalqning manfaatiga deb turib, Xitoyning harbiylari, soqchilari foydalanadigan mahsulotlarni texmi qattiq cheklaymiz deb bayonot e'lon qildi. Amerikaning savdo ishlariga mas'ul ministr Rossmi so'zida alohida ta'kidlab, bo'libmi Hong Kongga berilgan har xil imtiyozlarni jiddiy to'xtatamiz, undan boshqa qadam bosqich bilan har xil tadbirlarimizni ilib boramiz degan so'zni qildi. Kuzatuvchilarningki deyishicha, agar Amerika hukumati Hong Kongning pul muomala sohasiga hujum boshlasa, Xitoy kontrol qilib olgan Hong Kong rayoni biroqlam yetim qoladi ekan. Masalan, Amerika hukumati pul muomala jihatda Hong Kong pulini Amerika dollariga almashtirish liniyasini uzib tashlab etsa, bu chaqda Hong Kong bilan Xitoy davlati biroqlam hozirgi Shimoliy Koreya vaziyatida Eronga o'xshash davlatlarga aylanib qoladi ekan. Shimoliy Koreyani
İranni yetim qoldirishda Amerika dollari bilan bo'lgan munosabatni biroq uzib tashlagan ekan. Xitoy davlatimi mushundaq vaziyatga uchirsa, Xitoy hukumatining nurg'unlagan parxo'r boshliqlari o'zini binodan tashlab oladi ekan. Xitoy hokimiyati ayni vaqtidami Tibetga hujum qilib kelgan vaqtida Tibet hukumati bilan 17 modellik shartnoma tuzib, Tibet davlati Xitoy davlatiga tava bo'ladi. Lekin Tibet davlatida Xitoy askarlari to'g'an bilan Tibetning siyosati, qonuni, o'zining yerlik madaniyati hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Tibet xalqi o'ziga o'zi idora qiladigan oliy avtonom huquqiga ega deb shartnoma tuzgan ekan. 3 yil o'tiblam Tibetda yer islohoti, sakrab ilgirlash qatorliq har xil harakatlarni boshlab, oxirida Dalay Lama bu vaziyatdan ansirab Hindistonga ko'chib chiqib ketgan ekan. Xitoy kommunist hokimiyati Tibet bilan tuzgan 17 turlik shartnomadan tinib olgan. 1949-yili Xitoy kommunist hokimiyati Xitoy davlatiga ega bo'lgan vaqtida Hong Kong shahriga yaqin bo'lgan rayonlarni ozod qilib, masalan, Xinjiang, Guangzhou degandek yerlarni Hong Kongga tegmagan. Chunki Mao Zedongning davrida Hong Kong Xitoy davlati uchun muhim bir ko'riklik shahar bo'lgan. Xitoy kommunist hokimiyati ya'andagi vaqtida Hong Kong shahrining o'rnidan intayin unumli foydalangan. Masalan, Xitoy kommunist hokimiyatining jasuslari Hong Kong shahrida turib, nurg'un uchurlarga ega bo'lgan. Bulang-talang qilgan oltinlarini Hong Kong bozorida qurolga almashtirgan. Ya'an siriq to'puliq egizlikda Xitoy kommunist hokimiyati apion terib, apiyonlarini Hong Kong bozoriga apirib pul aylantirgan. 89-yili 6-oyning 4-kuni Tiananmenda o'quvchilar qirg'inchiligini ipag'an vaqtida Amerika davlati Xitoyga iqtisodiy jazo yurgizib, Xitoy davlatiga nozik texnik va davlat mudofaaga munosabatli mahsulotlarni setib berishni cheklagan. Lekin Xitoy hukumati Hong Kong bozorining o'rnidan unumli foydalanib, Amerikaning davlat mudofaa ishlariga munosabatli mahsulotlarni, fan texnik mahsulotlarni Hong Kongdagi shirkatlar orqali setib olib, Hong Kongdan Xitoy davlatiga yo'tkab kirgan. Xitoy kommunist hokimiyati tarixdan tortib Xitoy davlati o'zi setib ololmaydigan mahsulotlarni Hong Kongning alohida o'rnidan foydalanib, Hong Kong orqali maqsadiga yetib kelgan. Bu qitim Xitoyning Hong Kongga nisbatan 50 yilgacha bir davlatda ikki xil tuzum o'zgarmaydi degan shartnomasidan tinib olishi Xitoy hokimiyati tadrijiy holda Sharqiy Janub Osiyoni kontrol qilishni maqsad qiladi. Kuzatuvchilarning deyishicha, Xitoy kommunist hokimiyatining Hong Kongga bosib kirishi Hong Kong mustaqilchilarining qarshiligiga uchrab qolmasdan butun dunyoning iqtisodiy jazosi va boshqa jazolar orqali hujumga uchrab, Xitoy hokimiyatining vayron bo'lish qadami texmo tezlaydi ekan. Xitoy hokimiyati ya'andagi vaqtida yasagan ko'rki, endi tal to'kis vayron bo'ladi ekan.